46 qism. Tiklangan cho'ka. Bu men kunda haydaydigan 13-yo'l oxirgi avtobusi. Qandoq bo'lib yo'lga chiqib qoldi? Kim haydadi? O'yinning bo'limiga qarab baxsam, mening 13-yo'l avtobusim mashina to'xtatish o'rnida turdi. Beshimni burab yo'lga qarasam, bu yo'l aslidagidan jimjit. Hech qanday narsa yo'q. Shaolyo mening darvoza oldida hangiqib turganimni ko'rib, vaqtirdi. "Odosh, nimani xiyol qilyapsan?" Cho'nqur nafas ilib, o'zimni o'ngshib olgandan keyin Shaolyo bilan yotoqqa qaytdim. Ikkinchi kuni saharda Shaolyo meni uyg'otgan. Ichim pushib, nim bo'lganligini so'rasam, Shaolyo xushal bo'lib dedi. "Liu Jinjo seni izlab ketdi." "Ha? Qani? Darvozaning oldida." Kiyimimni kiyib, yuzimni yuvmay pastga chapdim. Bu necha kunda hamma ishlar oydinlashdi. Laolyoning o't qo'yishida sabab bo'lg'ashqa, uningdan gumon qilmay, hurmatim necha hassa oshdi. Laolyo yanada sho'p etdi. Koni oq pinjakni kiyib, eliqi koni hassiga tayinib turadi. Laolyoni ko'rgandan keyin hayojonimni bosolmay, uni quchoqlab oldim. Laolyo cho'chib ketib, meni ittirib atdi. "Nima qilyapsan, ha? Xalonga suv kirib qolmaganda?" Laolyoni ko'rmagan bu necha kunda xeyli ruhli ekanligini ko'rib, xushal bo'ldim. "Hay, Laolyo, kunda degudek uyingizga berib sizni izladim. Lekin uyda yo'qkansiz. Nega ketdingiz?" "Yana nega boratdim? Sana yordamlashib, xifomillik apandimning derigini qildim." dedi Laolyo menga singoyon qarab qo'yib. Buni anglab, texmi ta'sirlandim. Bu necha kunda Laolyodan gumonlanib, uni tekshirib yursam, Laolyo bo'lsa, menga yordam qiladigan ish uchun chepibdi. "Nima? Rostmi? Topoldingizmi?" "Sen izlamoqchi bo'lgan odammi bilmayman. Ammo mening bu xifomillik do'stim, mushu sohadagi donliq odam." Xushal bo'ldim. Ayni chaqda Lavu 13-yo'l avtobusini haydaganda xifomillik apandim tarafidan qutuldirib ilinibdi ekan. Hozir Laolyodan bu xifomillik odamning donliq ekanligini anglab, ikkisining bir odam bo'lish mumkinchiligining cho'ngligini his qildim. "Ay, Laolyo, siz yiliqi kitobni so'ragandingiz-ku. Saqlab turing, ha? Hozirlab chiqay." "Ay, bo'ldi. Kitobga aldirash yo'q. Xi apandimning o'rni muqam emas. Tez borayli." Ma'qul bo'lib, Lavudan ruxsat so'ray deb ishxonaga kirsam, Lavu necha kun burun chiqib ketganicha qaytib kelmabdi. Tuyuqsizla Lavuning Lyoyunboni izlab ketganligi esimga keldi. Bir hafta bo'ldi. Nemishqa qaytib kelmagandi? Uningga bir xatar chiqib qolmas? Shaolyoga bu necha kunda avtobusni haydab turishni aytib, Laolyo bilan ketib qoldi. Laolyo yo'lda Xi apandimga munosabatli ko'p ishlarni dedi. U 3 yoshida palak ko'zi ichilib, 6 yoshidan boshlab jin arvohlar uning uyiga yaqinlashamaydi ekan. 8 yoshida xalqning kesilini ko'rishga boshlab, 18 yoshida yerim avliyo degan nomga erishibdi. Laolyodan bu gapni anglab, texmi qiziqib, bu xifomillikning men izlamoqchi bo'lgan odam ekanligini texmi jazmlashtirdi. O cho'qim mening 13-yo'l avtobusining absundan qutulib chiqishimga yordam qila oladi. Bu yo'l ancha yiroq emas. Oxirida shahar rayonidagi Koni o'ltiraq rayoniga kelganda, Laolyo amdi berib so'ray deyishiga, bino ostida bir necha odamning 30 yosh ayolni yo'lab kirib ketayotganligini ko'rdik. Bu ayolning ko'zi anqi, ikki putida kuch yo'q. Qarmoqqa intayin holsizlashib ketgandek qiladi. Yenidagi 30 yosh ari keyindagi palto kiyib olgan erdan so'rdi. "Apandim, ayolimning bu kesili rostla siz aytgandek razil kasalmi? Eg'irmi?" "Ha, shundoq. Eli uning badandagi razillikni yo'qotgandan keyin saqiydi." 30 yosh er anglab, xushamat qilganicha palto kiyib olgan erga tamaki tutashtirib berdi. "Hey, Laolyo,
bu ayolning rostli razil kasalmi? Shundoq. Ko'rdigan odam bor ekan. Biz mu ortiq ishga aralashmaylik. U shundoq degandan keyin apandimning turishlik o'rnini so'radi. Bir necha odamdan so'rab, Lavliu boyiqi binoni ko'rsatib dedi. 7-chi qavat. Chiqaylik. Lavliu ikkimiz 3-chi qavatga kelganda, o'ng tarafdagi uyning eshigi ochiq ekanligini ko'rib, ichiga qarab olsam, boyiqi ayolni bir necha odam uyning o'ttirig'i o'ltirg'izib qo'yibdi. 4-chi qavatga mangdigan palampayga amdi dastlab turishimga tuyuqsizla echinishlik chiyqirgan ovoz anglandi. Yuragim qartdi qilib, bo'rilib qarasam, ovoz dal 3-chi qavatdagi hiliqi jin chaplashgan ayoldan chiqib etibdi. Ayolning oldidagisi dal hiliqi palto kiyib olgan apandim bo'lib, qo'lidagi bir necha yingini ayolning beshig'i sanjib atadi. Lavliu ahvolni ko'rib, qo'shimisini turib, bo'rilibli ichiga kirdi. Palto kiyib olgan er 2 yingni sanjib bo'lib, 3-chi yingni sanjimoqchi bo'lganda, Lavliu uning beligini tutib olib varqirdi. Nemishqa oqqarni iniq ayirmay, bunda qattiq qo'li qilasan. Nemani biladim? Bu degan yingni sanjib davolash emas. Jin qo'g'lab odam qutuldirib ataman. O'taneri. Bu singlimizga kimning chaplish vag'illig'iga qaramay, agar o'lib ketgan tuqqanlar bo'lsa shu. Lavliu uning qo'lidagi kumush yingni ilib olgandan keyin yana dedi. Sening bu 13 yingdan sanjilib qolsa, uning qayta to'rilishi tas bo'ladi. Nima u tuqqan degan? O'lgandan keyin hammasi o'xshash jin. Palto kiyib olgan erning chiroyi o'zgarib, qutining ichidan yana bir tal yingni oldi. Apandim, sanjimay turing. Bu yaşangan apandimning deginning asosi bor. Bo'lmasa, siz avval ayolimga kimning jini chaplashganligini ko'rib boqamsiz. Nemini ko'rdi, nemini? Ha? Bilmagandan qalaymagan aralashmanglar. Odam o'lgandan keyin jin bo'ladi shu. Tuqqandoshlik munosabatimi qolmaydi. Aka, qarasam siz mu biladigansiz. Bo'lmasa, o'zingizni ko'rib boqamsiz. Lavliu beshini lingshitib, yenidagi paltoliq er bilan kari bo'lmay, ayolning yo'ldishidan so'radi. Uyinglarda bu 1 yilda odam o'ldimi? Ayolimning 2-chi hammasi 2 oy burun o'lib ketgan. Yarlik usul bosili bo'ldi. Siz oshxonaga kirib, bir tal cho'ki bilan yarim piyola suv ep chiqing. Er tezlikda bu 2 narsani tayyor qildi. Lavliu yarim piyola suvni ustalga qo'yib, cho'kini holsizlashib ketgan ayolga berdi. Siz bir tarafdan eg'izingizda 2-chi hammangizning ismini yodlab, bir tarafdan mau cho'kini piyolaga sanjing. Ayol cho'kini ilib, Lavliu aytgandek eg'izda bir ismni yodlab, bir tarafdan cho'kini asta-asta suvga sanjidi. Lavliu cho'kining tegiga yetay deb qolganligini ko'rib, yengil ovozda "Qo'ying" dedi. Ayol Lavliuga qarab qo'yib, qo'lini qo'yib etgan. Bu cho'ka yarim piyola suvning ichida tikkida turdi. Shukan. Bu ayolning badaniga chaplashqini dal 2 oy burun tugab ketgan 2-chi hammangizga. Bu yarlik amalning nimaga foydasi bo'ladi? U shundoq varqirgandan keyin piyola ichiga tiklangan cho'kini tutib tortmoqchi bo'lgan. Ammo bir kuchapla turib qoldi. Medirli tammidi. Bu cho'ka xuddi yiltiz tortib ketgandek piyola ichida medirlamay turdi. Paltoliq er titildab, ko'pchilikning uningga qarab turganligini ko'rib, yuzi qizardi. O'lgur, men bilan o'ynashyapmiz tehi. Men tehi seni bayja 13 yilnisini bilgandan keyin qaltis odam o'xshaydi debdiman. Aslida aldamchi kansan emasmi? Cho'kini nadimi sendek yiqqan ba. Tez qo'lingni.
Lavliyoning tat degan so'zi chiqmay turib, qaros qilgan ovoz bilan cho'kib sunib ketdi. Cho'kib sungandan keyin paltoliq er voyjon deginicha yiroqqa yiqildi. Qolgan yerim cho'kib bo'lsa, yili chiqib ketgandek piyolada yiqildi. Chatoq. Lavliyo ahvolni ko'rib qo'shimisini turdi. Atrofdagilarni ko'rib o'dug'ib ketdi. O'rindiqda o'ltirgan ayol cho'kining so'nishiga agishib, ikki ko'zini yumibli hushidan ketdi. Bu hushidan ketdi-ku, endi qanaqa qilamiz? Lavliyo piyola ichidagi cho'kiga xeylig'icha qarab qo'ygandan keyin eg'iz ochdi. Cho'ka arvoqi yo'l boshlash uchun ishiltiladi. Cho'k so'nib ketdi. Sanglimizga chaplashgan ikkinchi hammingizni uzitib qo'yish tas bo'ladigan bo'ldi. Lavliyo shu gapni qilayotganda yondagi bir qeri mo'maymu to'yiqsizlik ko'zini yumib, boyiqi ayolga o'xshashli hushidan ketdi. Buni ko'rgan boshqalar qattiq cho'chidi. Bu qandoq ish amdi? Chatoq bo'ldi. Aslida ikkinchi hammasidan boshqa yana bir jinmi bor ekan. Jin choplashish. Ayolning yo'ldishi bo'sh ovozda so'rdi. Aka, siz demakchi, ayolimning badanida ikkinchi hammamizdan boshqa yana bir jinmi bormi? To'g'ri. Boya cho'kib tiklanganda faqat uning ikkinchi hammasi ekanligini bildim. O'ylamagan yadin yana birsi bor ekan emasmi? Undaqda qanday qilamiz? Agar u bu yerda qalaymi-qal qilmagan bo'lsa, bu 13 yilni bilan ayolingizni qutuldirib bo'ladimi? Bayja 13 yilnisi bakli rahimsiz. Qabih jillarni yo'qotishga ishiltiladi. Oqqarini farq etmay turib yilni sanjib, Tangrining jazosidan qo'rqmamsan. Nima Tangrining jazosi? Ha? Saqtlik qilayotganing sen qo'dayman. Hozir ikki odamning badanida ikki jin bor. Bo'lmasa, birsimiz birga taqobil turib basish baqayli. Agar qabih jinni sana tashlab qo'ysam, bo'za qilgan bo'laman. Sen avval tanla. Paltoliq er garchi tamkin turayotgan bo'lsa-mu, lekin chiroy ifodasi tabiiy emas edi. U hushidan ketgan ayolga qarab qo'yib, ondan yenidagi mo'moyga qarab ikkilinib qoldi. Aniqki, o'ziga ishonch qilolmay, qabih jinni tanlab qilishidan qo'rqib-atdi. Paltoliq er xeyli o'ylashgandan keyin ko'zni bir cho'giltibla 30 yosh ayolni ko'rsatdi. Menacha, qabih jin bu ayolning badanida. Mushuni tanlay. Sana yo'l qo'yg'ini bo'lsa. Bu gapni anglab kulvatkili tas qoldim. Paltoliq er cho'qim 30 yosh ayolning hayotiy kuchi kuchli bo'lsa, qabih jinning ovu mo'moyga choplashish mumkinchiligi cho'ng deb o'ylab qoldimikin. Lavliyo hechnim bo'lmagandek beshini lingshitdi. Bo'ladi. Sen xushal bo'lsangli bo'ldi. Ish bo'lingandan keyin Lavliyo mo'moyning yiniga keldi. Paltoliq er 30 yosh ayolni yo'lib oldi. Qag'allar bir-biriga qarishib, nima qilishini bilanmay, Lavliyo bilan paltoliq erning qaysisiga ishonishni bilanmayli qoldi. Paltoliq er gelini qirib qo'yib, heliqi so'mkisidan bir tal mo'y qalamni ilib, bir narsani o'qigandan keyin ayolning peshonasiga g'alati shaklni sizib edi. Ayol xuddi to'y tepib yotgandek butun badani titrashga boshladi. Atrofdagilar buni ko'rib qattiq cho'chib, kayniga bir qadam chekindi. Lavliyo unga qarab qo'yib, so'g'uq ohangda dedi: "Ohoy! Yana texi Shanshining qalam chekish usulini biladi ekansan, ha? Bayja 13 yilnisi bilan qilchilik munosabati yo'q. Sen soltak
Xeyli qalaymiqan o'ginibsan ha? Qeri, qayil bo'ldingmi? Bu faqat biladiganlarimning kichikgina bir qismi. Shaoliu kulib qo'yib, uning bilan kori bo'lmay, yerda yotgan momayga qarab dedi. Ha, uni avaylab turg'iz. Karvatning yiniga berib, Lavliuning degini bo'yicha ayolni yo'lab o'ltirg'izdim. Lavliu paltoliq erga o'xshash har xil narsalarni olmay, biror afsunmi o'qimay, faqat momayning quliqiga kelib, tövani ovozda dedi. Uydagilaringni ko'rib bo'ldim. Amdi kalt. Ammo momay yanılı boyiqidek ko'zini ching yumg'inicha medirlamadi. Kim birinchi bo'lib kulvatdikin, orqadan uydagi hammasi kulishib ketdi. O'ttir yosh ayolning yo'ldishi o'ng'aysizlanib, tövan ovozda so'radi. Aka, jin bilan mo'ndishib ketdingiz-ku. Lavliu hech nima bo'lmagandek ko'pchilikka agishib, so'g'oq kulib qo'ygandan keyin momayning murisiga urib qo'ydi. Bo'ldi ha. Endi ketmasang, takallub qilmayman. Bu momay yanli ko'zni ching yumib, medirlamay o'ltirdi. Atrofdagilar anglab kulibla qolmay, yana ba'zilar masxir qilishga boshladi. Na'ding kelgan qeri bu, ha? Kallasi saqamaskan juma. Qiziq. Shundoq deb qo'yganga tegib bir ish bo'lib ketdigandek. Bu ovozda g'udunchigan bo'lsa-mu, lekin yanili aniq anglab, eg'izimni echib gap qilay deyishimga Lavliu momayga tikildi. Yo'qol! U shundoq deb varqirg'inicha koni hassini ko'tirginicha urmoqchi bo'ldi. Yo'qol degan bu ovoz ba'ayni guldur momidek chiqdiki, atrofdagi hammaylar qattiq cho'chib, badini shurkunib ketdi. Hatto yondagi paltoliq ermu cho'chib ketdi. Bu ayolning yo'ldishi Lavliuning hassini ko'tirganini ko'rib, cho'chiginidan uning beligini tutib olib, yig'lamsirab ketdi. Aka, to'xtang, qo'sh pul bo'lsa men beray, bo'ldi keting. Jinni qo'g'layamay, bir jonga zomin bo'lmayli. Bo'ldi. Mushada to'xtab qolayli. Yondagi paltoliq er anglab, qaqoqlab kulib, amdili masxir qilay deyishiga, o'ylamagan yadin men yo'lib olgan momay to'yuqsizlik ko'zini ochgan edi. Atrofdagilar yana bir qaytim cho'chib jim bo'lib qoldi. Lavliuning hassi teg'ichi egiz ko'tarilgan bo'lib, momay ko'zini echib, bu koni hassiga qarab qo'yib, beshini chayqab, ko'zdan ikki tomchi yosh eqib, orqadan yana ko'zini yumib oldi. Lavliu buni ko'rib, dimig'ini qiyqib qo'yib, hassini tushirgandan keyin yondagi erga qarab dedi. Endi bo'ldi. Jin odamning badanini ishlatganda mushundoq bo'ladi. Momay elila o'shiga keladi. Kash qaytib, ikkinchi hammamizga qog'oz ko'ydirib qo'yib. Ayolning yo'ldishi anglab, beshini langishtirib, yanili ishonmagandek momayni yo'lib oldi. Uzun o'tmay bu momay rostli ko'zini echib, o'ng so'liga qarab qo'ygandan keyin karvatdan tushib so'rdi. Vallaning onasi qandaqroq? Amdilikda atrofdagilar kulmadi. Ayolning yo'ldishi xushalliqdan eg'izi yumilmay, Lavliuning qo'lini siqindig'inicha rahmat etdi. Bu manzarni yondagi paltoliq ermi ko'rgan bo'lib, boya qog'ozni ilib, afsun sizib, bir narsalarni o'qigan bo'lsa-mu, natijada bu ayol faqat medirlab qo'ygandan boshqa hech qanday inkosda bo'lmadi. Momayning badindagi jin qo'qlandi. Hozir faqat mushu paltoliq erning oldidagi ayol qog'ashqa hammaylarning ko'zi shuningga tushdi. Paltoliq erning peshonasidan sovuq dar eqib, yonchug'ini yerim kun oqtirib,
bir bağlam seriq qog'oz, bir quti kinorva ilib, qalamni kinorvaga tekkizib, seriq qog'ozning ustiga absun sizdi. Lavliyo bu seriq qog'ozni ko'rib, xeyli hayron qoldi. Ohoy, qoldisko, ha? Mavshanning seriq absun qog'ozni ishiltalamsan? Paltoliq ari so'g'oq kulib qo'yib, so'l qo'lida g'alati ishorat qilib, o'ng qo'lida absun qog'ozni tutib, ayolning beshiga tekkizib edi. Qilgan chiqiriq ovoz anglanib, atrofdagi hammasi cho'chib qechishga boshladi. Ular yiroqqa qechib kayniga qarasa, bu ayol ko'zlarini chak-chakkinicha o'shmanlik bilan paltoliq ariga tikilib turadi. Paltoliq arining chiroyi qetishgan bo'lib, aniqki ayolning bundoq ifodasini o'ylamagan edi. U tezlikda yonchug'ini og'tirib, qizil yipga bog'langan tarozi teshini ilib, o'ylanmayla absun qog'ozi chaplangan ayolning bo'yniga solmoqchi bo'ldi. Lavliyo yana hayron bo'ldi. Ohoy, Chingvey mazhabining oltin tarozi teshi. Bu cho'ng tarozi teshi ayolning bo'yniga esilgandan keyin ayol tuyuqsizlik jimib qoldi. Paltoliq ari ayolning medirlamaganligini ko'rib, ixtiyorsizlik kulib ketdi. Voy shundak. Oldimda sho'xlik qilishga Gap tugmay turibla ayol tuyuqsizlik qo'lini oldiga ittirib edi. Paltoliq ari o'zini qochirishga ulgurmay, yuzida 2 yo'l qonga milangan iz qoldi. Men va necha ari tezlikda berib ayolni ching besib oldik. Uning yo'ldoshi bardoshlik bermay Lavliyoga dedi. Aka, o'tinib qolay, yordam qiling. Yana bundoq ketaversa bo'lmaydi. Qutqizib qiling. Lavliyo beshini langishtirib qo'yib, bu qitim maslahatlashmayla hassini egiz ko'tirib urgan. Bu qitim ayolning nurisiga tegdi. Uning yo'ldoshi Lavliyoning yomonligini bilgashga bu qitim to'sib olmay ko'zini yumib oldi. Bir kaltakni yegan ayol echinishlik chiqirib, tuyuqsizlik kuchayib, biz 4 armi uni bosamay, ayol bir silkinibla Lavliyoga etildi. Lavliyo o'zini qochirishga ulgurmay, kayniga mullaq etib, beshining kayni televizor ishkobiga usib oldi. Opam degan ovoz bilan uydagi hammasi qo'rqib qochdi. Bu ayol Lavliyoga o'shmanlik bilan tikilib, uni tirik yutib etdigandek yana etildi. Bu ahvolni ko'rib, ayolning kaynidan quchoqlab varqirdi. Lavliyo, tez qechim! Lavliyo beshining kayinni tutqunicha oldirmay o'rnidan turdi. Uning qo'li qonga bo'yalgan bo'lib, ozroq o'ylashgandan keyin qonni hassiga surtib, egiz ko'tirgandan keyin ayolning beshiga qaritib urdi. Gum qilgan ovoz bilan bu uydagi derazlardan tortib, barliq aynak buyumlarning hammasi chiqilib ketdi. Ayolning beshiga kaltak tegib, oxiri holidan ketib, yerga yiqildi. Ayolning yo'ldoshi sirti buni ko'rib, oldirmay uyga kirdi. Lavliyo beshini tutqunicha o'rnidan aran turdi. Bo'ldi, o'ngshaldi. Uni yo'lab turg'izinglar. U shundoq degandan keyin yepi uzilgan laglakdek yerga yiqildi. Ko'chaning o'dinida doktorxona bor. Tez shu yerga opirayli. Tez bo'linglar, yordamlashinglar. Tezlikda yugurib berib, Lavliyoni yudibla pastga yugurdi. Yo'lda Lavliyodan bog'on serib ko'p qon chiqib, ko'ngil xotirjamsizlanishga boshladi. Lavliyoni doktorxonaning jiddiy qutqizish bo'limiga akirgandan keyin xotirjam bo'lolmay, eshik oldida tipirlab ketdi. Uzoq o'tmay sestra chiqib so'radi. Siz uning tuqqanimi? Shundaq. Uning ahvoli qandayroq? Yurak so'qishi to'xtab qoldi. Nima? Odam bo'lash. Yurak so'qishi to'xtab qoldi. Sestraning bu gapi bilan beshim
vingidi qilib qop-quruq bo'lib qoldi. Lavliyo o'ldi. Men texi bayla Lavliyo bilan ko'rishib, bunda cho'ng ish chiqadiganligini o'ylamagan edim. Lavliyo boshqalarni qutuldirish uchun o'ziga hech qanday imkoniyat qoldirmay jon tikayotgan tursa, nemishqa yaxshilik bo'lmaydi. Butun badanim bo'shib, yerda o'ltirib qolgandan keyin beshimni aran ko'tirib, menga bu shum xabarni aytgan sestraga qarab, bo'g'iq ovozda so'rdi. O'ldimi? Yana qutuldirib boqmamsizlar? Sestra beshini chayqadi. Azobli kayfiyatda qiynalib turgan vaqtimda g'ij qilgan ovoz bilan jiddiy qutqizish uyining ishiga echilib, Lavliyo koni hassiga tayanganicha beshini ko'tirib mengib chiqdi. Eshik oldidagi sestra cho'chib varqirganicha koridorni bo'ylab qechib ketdi. Ko'zimni chakchaytib, bayli texi o'lim xabarini anglagan Lavliyoga qarab, qanday qilishimni bilemay qoldim. Nimaga o'ngay qilib tursan? Kelib meni yo'lib ol. Tükürgimni yutib, tishimni tishlab, amdili berib, Lavliyoni yo'lib olay desam, qutqizish uyidan yana ikki sestra bilan bir doktor chiqdi. Oq ranglik xalat kiyib olgan Lavliyoga qaradim. Nimadaq gap anglamaysiz deyman, ha? Bunchalik cho'ng yora eg'izini tikib atmasak, hayotingizga xavf yetmamdi. Lavliyo o'lmadimi? Tushunmay berib Lavliyoni yo'lib olgandan keyin so'rdim. "Hey, doktor, boyi chiqqan sestra menga uning yurak so'qishi to'xtab qoldi degan. Qutuldirib oldinglarmi?" Buvayni boya tekshirganda yurak so'qishi to'xtab qoldi ekan. Keyin tekshirsak, aslida uning yuragi o'ng tarafda ekan. Ha? O'ng tarafda? Doktorning gapidan qattiq hayron qoldim. Anglashimcha, intayin oz sondagi odamlarning yuragi o'ng tarafda bo'lib, lekin Lavliyoningmi bu oz sondagi odam qatorida ekanligini o'ylamabdim. Buvayning kayni beshidagi yara eg'izi intayin cho'ng. Uningga qon to'xtib tikib yetayli desam o'nimidi. Uningga gap qilib, buncha cho'ng yoshda turib qonni to'xtatib etmasak, hayotiga xavf yetadi. Doktorning gapini anglab, yuragim o'rniga tushdi. Beshidan qon oqsa hechnim bo'lmaydi. Yaxshi yeri Lavliyo o'lmadi. Qattiq xushal bo'lib, Lavliyo bilan maslahatlashmay, Lavliyoni ko'tiribla qutqizish uyiga akirgash doktorga varqirdim. Doktor, uni besib turay. Sizlar tikib yetinglar. Lavliyo garchi xohlamasimi, lekin bizning majburlashimiz ostida yanili tikib, qon to'xtatish xizmatida o'ng'ishliq tamomladik. Tikib atgandan keyin Lavliyoning muz chiqib turadigan chiroyi ustida necha qavat dagi o'ralgan holati bak qiziqarli turdi. Doktor aslida Lavliyoni doktorxonada yetib kuzatilishi kerak degan. Lekin bu johil qeri unimig'ashqa amalsiz uningga beqib doktorxonadan chiqdik. Odam hayotidagi eng xushallanarli ish, eng yaqin odamlarining o'lim xabarini anglagandan keyin yana bu xabarning o'qishmaslik bo'lganligini bilishdan ortiq bo'lmasi kerak. Lavliyo doktorxonadan chiqib, chiroyini ochmay, so'g'oq ohangda dedi. Vaqtni ko'p isrof qilib atdik. Tez boyiq yerga berib, X apandimni izlayli. X apandimni izlash aslida mening ishim uchun. Lavliyo bundaq eg'ir yorlangan turib, yana menga yordam qilishni o'ylayotganligini ko'rib, qattiq ta'sirlandim. Lavliyo, undaq oldirmasaqmi bo'ladi? Yanala yaringiz o'ngshalganda kelayli, ha? Bo'lmaydi.
Xı apandi bilan ko'rishish aslida tas. Shunga tez borayli. Lavliyoga tankilanmay, uningga agishib, boyiqi binoning oldiga keldim. 7-qavatga kelganda, Xı apandimning uyda emasligini ko'rib, umidsizlanganimdan ofsinib ketdim. Voy, mavi kallamni. Xı apandimning uyda emasligini burunli o'ylashim kerakdi. Tushunmay, Lavliyodan so'rasam, u yana to'van ovozda javob berdi. Xı apandim bo'lsalar, uyga jin olvasdilar yaqinlashamaydi. Bu bir butun binodimi bo'lmasligi kerak. Siz demakchi, agar Xı apandim bu yerda tursa, 3-qavatdagi ayolga jin chaplashmaydi, shundaqmi? Xı apandim shunchalik yomonmi? Bu binoda emas. Atrofdagi jin arvohlardan tortib, aylanib mang'atdi. Lavliyoning bu gapini anglab, rivoyatlardagi bu Xı apandimning dal 10 yil ilgari Lavliyoni qutuldirgan odam ekanligini texmi jazmlashtirdi. Bugungi kunlikda Xı apandim uyda bo'lmagan ekan, undaqda bizmi uyga qaytib boshqa uchur izlasak bo'g'idak. Amdili binodan tushib tursak, boyiqi jin chaplashgan ayol bilan yo'ldoshi uchrab qoldi. Bu ayol qarmoqqa ikki ko'zi parqirab, intayin ruhli bo'lib saqayib qolgan edi. Ayolning yo'ldoshi bizni ko'rib, Lavliyoning beshidagi tiniqqa qarab, tezlikda Lavliyoning qo'lini siqimdab tutib oldi. Aka, yarangiz og'irmi? Ikkimiz sizni yo'qlab doktorxonaga mangan edik. Yandagi ayol Lavliyoni ko'rib tizlanmoqchi bo'lgan. Tezlikda uni yo'lib oldi. Hadi. Bunda qilma. Lavliyoga yetish yo'q, Yetish bo'lmadi. Qani tur. Rahmat sizga. Rahmat aka. Bu kasal menga chaplashqili 20 yil bo'lgan. Agar yordam qilmagan bo'lsangiz, men bu chaqqicha. Lavliyoning mijozi takalluf qilishni xohlamaydigan bo'lib, faqat arzimaydi deb qo'ydi. Ayol yeshini surtib so'rdi. Ishkinglar bizning rayondagi odamda qilmaysizlar. Bu yerga birisini istab kelganman. 7-qavatdagi Xı apandimni izlagan. Uyda yo'q ekan. Hada, uning nadiligini bilamsiz. Asl Xı apandimning do'sti ekansizlar-da. Bundaq karomatinglar borligi ajablanarlik emaskan. Xı apandimni oldin qayda bir yigit ep ketgan. Birisining kesilini ko'rsatdi dedi-mu? Kim ep ketdi? Nega? Bilamsiz. Bilsangiz bizga depasiz. U yigit kelganda mashinalar qo'ru ichiga liq to'shib ketgan. Boshlamchisi bizning bu tarafdagi nomi chiqqan Lukchak, ismi Chayan. Nega ep ketganini men bilmaydi ekanman. Anglab beshimni langishtirib, ayol bilan necha yig'iz paranglashgandan keyin Lavliyo bilan qaytdik. Lukchak tilga ilinganda birinchi bo'lib Vanzdoni esimga oldi. Balkim bu Chayan ismlikni Vanzdo tonisa ishni bejirish osonga to'xtaydi. Vanzdoga telefon qilsam, o telefonda Chayanning ismini anglab vaqirab ketdi. Kim? Chayan demsan? Men rayondagi Chayanmi? O soltak, mening dushmanim-ku. Bu ishning oson emasligini, 2-3 eg'iz gap bilan tushundirmaydiganligimni ko'rib, Vanzdoga tezlikda meni izlashni aytdim. Qaytish yo'lida yaqinda uchratgan avtobus saqlagan jin. Yana Ko'lchak kentida Lyoyinboni uchratgandan boshlab, seriq qog'oz odamning yo'qab ketganigacha bo'lgan ishning hammasini Lavliyoga aytdim. Lavliyo Lyoyinboning ishini uningdan yoshirganligimni anglab, ranjimay ofsinib qo'ydi. O qeresini absullab, sendagi muzakkar quvvati yigilab ketibdi. Shunga ba'zi narsalarni ko'rishingmi normal ish. Ammo ansirashga tegishligi yanala hilqi seriq qog'oz odam. Arvohning yig'ilishi.
bular o'ynashadigan ish emas. Arvohning yig'ilishi. Oldingi kunlarda qeyri amonlik saqlovchidan bir qitim anglagan. 10 yil ilgirki 2386 nomerlikdagi o't opitini dal seri qog'oz keltirib chiqargan arvoh yig'ilishining sababidir. Lavliyo bir ko'zidan qeyri amonlik saqlovchi yerim yuzidan ayrildi. Ya'ni yerim binodagi 100 necha odamning jini. Butun badanim shurkinib ketdi. 10 yildan keyin bu seri qog'oz odam yana qanday ishlarni chiqirdigandi? Qeyri soltakning bu seri qog'oz odami zodi qanday narsa? Menmo hozirgacha bilmayman. Ammo senmi qo'rqma. Faqat bu oyning 15-kunidan burun X apandimni topsaq, ularning hammasi o'ngshuludi. Anglab beshimni linshitdim. Yana X apandim. Hozir qaraganda X apandimni tepish hayotimdagi eng halqiliq bir qadam o'xshaydi. Shu kuni tushdan keyin Vanzito ikki enisini boshlab yotig'imga keldi. "Nima bo'ldi odosh? Ha? Sen izlamoqchi bo'lgan odamni choyon akitibdimi? Bu ushtur to'g'rimi?" "Ha, cho'qim to'g'ri. Birsi o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Anglashimcha, X apandim birsining kesilini ko'ramish." Vanzito tamakidan birini tutashtirib, putini olmab o'ltirgandan keyin aldirmay eg'iz ochdi. Esimga keldi. Anglasam, chayonning dodisi saqaymas kasalga giribdor bo'pti. Lekin bu degan rost kasal. U X apandimni nimaga boshlab qo'ygandi? Hozir bu chayon deganning X apandimni izlab, kimning kesilini ko'rsatadiganligini o'ylashqudek kayfiyatim yo'q. Faqat X apandimni balduroq topsamla bo'ldi. Ansiravatqinim uning hozir lo'kchakning qo'lida ish qilayotganligi. Buning xatiri bak cho'ng edi. Vanzito ansirab turganligimni ko'rib, miramga urib qo'ydi. "Chayon asosligi Fuman rayonida. Yangam ikkimiz taraqqiyot rayonida. Uningdan qo'rqinimiz emas. Uning yeriga berib odam izlash sal ovozliq shu. Ammo xotirjam bo'l. Bu ishni mana o'zim bajaray. Chayon nimaga hisobda? Ha? Birini ko'rsam, birini dastlab o'ltiraman," dedi Shaolyu anglab. Men izchil gap qilmay, Vanzito bilan Shaolyudek mijozi tubdan o'xshamaydigan ikki og'inamning menga yordam qildiganligini anglab, yuragim boshqacha illib qoldi. Do'stlik mushundoq bo'lsa, yana nimadan qo'rqaman? Vanzito yangisiga aytmay, o'zi 20 dak odamni boshlab, ikkinchi kuni saharda bizning shirkat qo'rosiga keldi. Shaolyu ikkimiz binodan tushib, buncha ko'p odamni ko'rib cho'chib ketdik. "Hey, urush qilib boramdiq. Uchimizni berib, obdanroq paralashib boqmandiq." "Sen shumtak nimani bilatdiq? Chayon bilan paralashdiganga ozroq odam ilib olmasang, haq sana qarabmi qo'ymaydi. Hey, buncha ko'p odamni ilib to'plashib urush qildiganga o'xshab qoldikmi nima? Voy, xotirjam bo'la. Bu odamlar eshik sirtini saqlab turdi, ha? Ichi kirmaydi. Uning ustiga bunchalik ko'p odam bilan urushishimiz mumkin emas. Chayolmi ish chiqishdan qo'rqidi. Beshimni langishitib, Shaolyu bilan mashinaga chiqib, Fuman rayoniga chayonni izlab maqdiq. Garchi kaynimizda bir to'p odam bo'lsa-mu, lekin yanada xotirjam sizlanishga boshladim. Chayonmi bekor yotadigan odam emas. Osonlikcha odamni berami? Shaharda uyon-buyon aylanib, Fuman rayonidagi bir 5 yulduzlik mehmonxonaning oldida to'xtadik. Ha, chayonning bu soltak kunda mushada. Kirayli. Texi eshikdan kirmay turib, eshik oldidagi odamlar bunchalik ko'p odamning kelganini ko'rib, qo'rqinidan xabar yetkazgili kirib ketdi. Amdili zalga kirishimizga chayon oldimizga chiqdi. Men izchil bu nomi sisiq chayonni Vanzitoga o'xshash, bastlik, harom armikin degan. O'ylamagan yerdan chayon degan o'ruq ham pakar yosh bo'lib, ammo bu ovoqning hayvisi xeyli bo'lib, ko'zdan qon xo'rligi chiqib turadi.
Chayon bunchalik ko'p odamning kelganligini ko'rib, qo'rqibmi ketmay, lalang shiginichi so'rdi. Vansto, nima qilmoqchisan? Aka, sat bo'ldi. Anglasam, Xi apandimni siz taklif qilib kelibdikansiz. Onunga azroq hojitim tushib qolgan edi. Qolaylik bo'lsa, ko'rishtirgan bo'lsangiz. So'raydigan ish botdi. Bo'lmaydi. Ko'rishamaysan. Xi apandim, otamning kesilini ko'rib atidi. Otang soqaymas kesal tursa, jin qo'g'laydigan odam nimani ko'ratdi? Vanstoning bu gapi intoyin sat bo'lib, ozroq gap bilan o'ng'aysizlikni yo'qotay desam, bu chayonning ko'zlari chakchiyib ketdi. Vansto, qarasam, sen mushini bahona qilib, chatoq topmoqchidek qilasan-ku. Kelgan vaqtida deyishib qo'ygandik. Vansto ochchig'ini besib, yaxshi paranglashadigan bo'lgan. Lekin bu soltak chayonni ko'ribla o'zini bosolmay tillab ketdi. Nima chatoq? Men degan odamni bo'lug'ini kelgan. Xi apandim ikkinchi qavatda. Chiqishga petini olamsan. O shundoq degandan keyin bir varqirib edi, ustidan necha 10 odam tushdi. Tugashdik, dedim ichimda. Ish kontrolligini yo'qotdi. Vanstoning bu chus mijozda yoshroq paranglashadiganga ishonmaydigan gap ekan. Ikki turkum odam tirkishib, elili pomdoqlashib ketadigan qiladi. Amdili eg'iz ichib to'xtanglar deb tursam, kaynidagi qaysi ish tushunmaydigan soltakkin tang chayonni bir mush bilan mullaq otqizib etdi. Chayon yiqilgandan keyin ikki taraf birdilla pomdoqlashib ketdi. Vansto oldimdagi odamlarga mush otqash, odash ustiga chiq deb varqirdi. Odamlar orasidan qistilib o'tib ustiga chiqmoqchi bo'lib tursam, tuyuqsizlar ikki baslik oldimga kelib, bir mush bilanla meni qaytirib etdi. Shaolio ahvolni ko'rib, tezlikda oldimga o'tdi. Bu ikkisini men yiqitay, sen ustiga chiq, deb varqirabla bu ikkisi bilan kirishib ketdi. Bularning orasidan o'tib, tezlikda ikkinchi qavatga chiqib oldim. Ikkinchi qavatda uy jiq bo'lib, lekin ko'zga alohida chiliqidigini palampayning oldidagi birinchi uy ekan. Eshikni ittirib ichiga kiribla hongvi qilib qoldim. Bu uyda nadimi Xi apandim bo'lsin. Faqat 17-18 yoshlar chamisidagi bola bo'lib, kresloda o'ltirib, televizor ko'rib yetibdi. Qirq 9-qism. Karvat ostidagi ovoz. Xi apandimni izlash uchun ostidagilar pomdoqlashib ketdi. Aron deganda 3-qavatga chiqib, ko'ginim kichik bola bo'ldi. Umidsizlanganimdan oldimdagi bolaga qarab so'rdim. "Hey, inam, bu uyda o'zing yolg'izmi? Xi familiyalik bir qerini ko'rdingmi?" Bu yigit menga qarab qo'yib, chiroyda boshqa o'zgarish yo'q. So'g'oq talaffuzda dedi. "Meni inam deb chaqirishdan qo'rqmadingmi? Hozir titildab ketayotganimda uning bilan takallashqudek vaqtim yo'q." Voy, shu ko'rdingmi yo'q deb so'rayapman. Kundi ko'raman. Men shu Xi familiyalik qeri. Sen? Bu gapdan qattiq hayron qilib, uning beshidan oyog'igacha qarab chiqdim. Lavu bilan Lavliu 50-60 yoshlik ayol. Ular hurmat bilan Xi apandim deb chaqirdigan rivoyatlardagi bu shaxs ko'z oldimdagi ona suti texi eg'izdan ketmagan shumtakmi? Inam, Xi apandim oz degandimi 60 yoshga kirgan tursa, qandaqmi sen bo'lasan? U zodi nada? Ohoy, nadimi 60 yosh bo'lsin? Bu yil 73 ga kirdim. Tangriqab qoldim. U nimishqa keyindan o'zini Xi apandim deydi. Lekin bu yosh garchi turqi kichik bo'lsa-mu, lekin talaffuzi xelidi eg'ir edi. Acaba u rostilla ko'pchilikning eg'izdagi rivoyatlardagi shaxs Xi apandimmi? To'g'ri. Bu jin alvastilla qalaymiqan o'ynab yuradigan dunyoda Xi apandim haqning eg'izda shunda qaltis tursa, shunchalik cho'ng karomati tursa, balkim shu bo'lishi mumkin.
Hey, doktor. Bir sınap bakay. Efendim. Bu rastlı sizmi? Sizden yardım talep qilib keldim. Şu abjaq 13 yol avtobusining kichikkina ishi uchun nemishqa hamma shoför bunchalik qo'rqib ketadigandir. Bu gapni anglab hangviqib qoldim. Abjaq 13 yol kichik ish. Uning bilan tunji ko'rish uchun turib 13 yol avtobusining ishi uchun izlab kelganimni qandoq bilgandi? U darvaqa efendimga. Efendim, 13 yol oxirgi avtobusidan qanday qutulg'ili bo'ladi? Menga yordam qilgan bo'lsangiz. Efendim, endi eg'iz ochay deb tursa, tuyuqsizlar ikkinchi qavat koridordan tillashgan ovoz anglandi. Chataq. Ular chiqibdi. Ular keldi. Karomating bo'lsa, meni ep chiqib ketgandan keyin deyishayli. Uning gapi amdili tugishiga Chayon gum qilibli eshikni tepib ochdi. So'tak, efendimdan yiroq tur. Chayon shundoq deyishiga keyindan kirgan Vanzdo bir tepibli uni ushtirbatdi. Tezlikda efendimni so'rabli sirtqa qochdim. Binodan chiqib turishimizga kimdir birsi varqirdi. Soqchi keldi! Elgar, soqchi keldi. Bo'ldi, qo'g'limanglar. Avval ichidagi qizlarni yo'tkib etinglar. Mushu fursatdan foydalanib mashinaga chiqib qochdik. Mashinada Vanzdo ishib ketgan ikki ko'zi bilan menga qarab titildab so'radi. Odosh, efendimjo, ko'rishaldingmi? Mana ep chiqdim. Bu yoq efendimcha. Vanzdo yenimdagi efendimning beshidan oyog'icha qarab etib tillivatdi. Nima deding? Hey, birodarlarning hammasini yorlandirib, mushu to'liqsizning bolasini efendim deb atamsan. Yo'lda Vanzdoga qanchalik tushundirsam-mu, qarmoqqa bu 17-18 yoshlik yoshning efendim ekanligiga ishonmadi. Efendimmi hech nima bo'lmagandek so'g'uq kulib qo'yib gap qilmadi. Meni shirkatga olib qo'ygandan keyin Vanzdo xuddi cho'ng haqoratga uchragandek menga qarabmi qo'ymay urushgan inillarini o'rinlashtirg'ili ketdi. Efendimni ustiga chiqishni etsam, u rad qilib, uydagi gullarga suv qo'ymag'ili bir oy bo'g'inni aytib turibgan. Titildig'inimdan yig'ilib atkili tas qoldim. Shuncha avor bo'lib, shuncha ko'p odamni izlab, oxiri efendimni tepib, qo'zig'imdagi nurg'un savollarni so'rmoqchi bo'lib tursam, lekin u uyga qaytib gul sug'urman deydi. Uning ustiga mening agishvelishimni xohlamadi. Amal yo'q. Uningga tankilanmay, amalsiz ati tushdan burun uning uyiga berishga deyishib qo'ydim. Efendim burilib qaytadigan vaqtida tuyuqsizlar Chayon esimga kelib so'rdi. Agar Chayon yana sizni izlab qolsa qanday qilamiz? O o'lim ishlari bilan aldirash. Bu gapni anglab tushunamay, efendimning yiroqlab ketayotganiga qarab qoldim. Bu qitim Shaolyumi eg'ir yorlangan bo'lib, beshi cho'shqining beshidek ishib ketgan edi. Tushdan keyin soat 6-7 larda yotoqda Shaolyuga dori surtib o'tirsam, Vanzdo telefon qilib odamni cho'chitgidek xabarni aytdi. Chayonning otasi o'libdi. Tuyuqsizlar efendim menishdan burun qilgan gapi esimga kelib, bu efendimga rasmiy qoyil bo'ldim. Endi qutulishimda umid paydo bo'ldi. Bu xushalligimda uyqum echilib, kechacha bu 13 yo'ldan qutulgandan keyin Bayfam bilan o'tkazdigan baxtli kunlarimni o'ylab yotdim. Shaolyo meni masxara qilib qo'ygandan keyin burilibli uyquga ketdi. Tezroq tong etishini umid qildim. At saharda efendimni tepib, uningga ching yepishmasam bo'lmaydi. Ko'zimni yumib uxlaymikin deb tursam, tuyuqsizlar uydan birsining ovozi anglandi. O'rilib Shaolyoga qarab baqdim. Shaolyo, uyquni uxlamay, nimada qo'ding shiversa. Ammo bu gapimdan keyinla uduldagi karvatdan Shaolyoning xo'rak ovozi anglandi. Asnab qo'yib, yana ko'zimni yumishim bilanla pichirlagan ovoz yana anglandi. Hayron qilib Shaolyo tarafga qarasam,
Shaoliu xo'rak tatayotgan bo'lib, u chiqargan ovoz taqqinmaydi. Eshik oldida odam bormidi? Chopinimni kiyib, eshikdan chiqib koridorga qarab baqdim. Hech kim yo'q. Tuyuqsizlar Lavliu menga aytgan Lyuyinboning meni absolut bilib, muzakkar yigilab ketgan degan gapi esimga kelib, cho'nqur nafas oldim. At tong asla Xi apandimni izlab boraman. Shu chaqda seriq qog'oz odam 13-yo'l. Hamma ish bitdi. Karvatni yetib, ko'zimni ching yumib, endi mugdab turishimga bayqi pichirlashgan ovoz yana angladi. Bu ovoz intayin bo'sh bo'lsa-mu, lekin uzilmadi. Xuddi bir ayol o'z-o'ziga gap qilayotgandeklar. Bu qitim medirlamay, faqat ko'zimni yumib, bu ovozning zodi nerdan kelayotganligini, nima deyotganligiga diqqat qildim. 1 minutdan keyin tuyuqsizda hodiqib, oyog'imni kiyishga ulgurmay karvatdan sakrab tushdim. Bu ovoz karvatimning ostidan chiqib yetibdi. Butun kuchim bilan kayfiyatimni kontrol qilib, cho'nqur nafas olgandan keyin yonda turib yana tingshidim. Ammo ovoz g'oyib bo'lib, yotoq ichida Shaoliuning xo'rak ovozidan boshqa hech qanday shapi qolmadi. Xato anglab oldimmi? Qulog'imni ko'chlab qo'yib, yana bir necha minut saqlab, boshqa ovoz yo'qligini jazmlashtirgandan keyin karvatimga chiqdim. Tong assa. Faqat tong assila bu qo'rqinchli kayfiyatlarning hammasi g'oyib bo'ladi. Xi apandimni izlab, ondan istifa berib, bu yerdan yiroqlashiman. Shularni o'ylab yotsam, tuyuqsizla karvat ostidan yana ayolning ovozi anglandi. Sirtda shamol chiqayotgan bo'g'ashqa, shamol ovozida, bu pichirlashgan ovozda anglayolmay, teximi huduqishga boshladim. Yana bir qitim karvatdan tushib, yerga yalong oyoq dasab, butun badanimdan to'xat o'rilib chiqdi. Karvat ostida odam bormidi? Bu xiyol kallamda paydo bo'libla, qo'rqinish barg'an seri yo'g'inab meni iskanchiga oldi. Karvatning ostiga qarab baqaymi? Hozirg'inimcha 1 metr kenglikdagi karvatga tikildim. Karvat ostida narsa soladigan bo'shliq bor. Lekin men hech nima qo'ymagan bo'lib, ichi quruq edi. Beshimdan tar yomg'irdak quyilishga boshladi. Faqat tong asla Xi apandimni izlab ishimni bittirsam bo'ldi. Bu xatarga tavakkul qilishimning hojati yo'q. Karvatni yanala oshmay, mayli nima bo'lsin, tong otqucha saqlab turay. Shu qarorga kelib, yotqinimni elib, Shaoliuning karvati qirida o'ltirdim. Shaoliuning xo'rak ovozi bilan mushu o'ltirganimcha tongni otqizdim. Ikkinchi kuni Shaoliu uyg'onib, mening yotqanga yo'ginib, uning karvatida o'ltirganimni ko'rib, qattiq cho'chib ketdi. Nima qilyapsan, adosh? Uyqusizlikda qardab ketgan ko'zimda uningga qarab, asnab bo'lgandan keyin dedim. Tura, men birdam yetib olay. Bir kecha uxlamadim men. Shaoliu tushunmagandek o'rnidan turgan. Tezlikda uning yotqiniga kirib, birdan mugdib olgandan keyin Xi apandimni izlamoqchi bo'ldim. Shaoliu ilgirgiga o'xshash o'rnidan turib, supurgi bilan yotoqni bir qo'r supurib chiqdi. Mugdab, amdili uxlay deb tursam, tuyuqsizla Shaoliuning ovozi anglandi. Adosh, karvatingning ostida bu narsa nima qiladi? Ko'zimni aron echib qarasam, Shaoliu karvatimning ostidan supurib chiqqani bir tutam ayolning uzun chechigan. Elliginchi qism. Eng oxirgi 2 eg'iz so'z. Yerdagi choshni ko'rib, uyqum butunlay ejilib, tunugin kashta karvat ostidan anglangan, pichirlashgan ovoz esimga keldi. Ayolning pichirlagan bo'sh ovozi. Hozir o'ylasam-mu, butun badanimni shurkandiratdi.
endi saqlashga bo'lmaydi. Yaqinda qo'rqinchli ishlar kundan kunga ko'payib, kundan kunga vahshiylashyapti. Endi tezlikda Xa apandimni izlab, bu ishni bir taraf qilgandan keyin ondan rosa qong'udak uxlab olaman. Shaolyo mening oldirab kiyim kiyayotganligimni ko'rib, gumonlanib so'radi. "Ey, nega bo'lsa, sen texi menga bu chashning nadin kelganligini aytmading?" "Ha, Shaolyo. Narsalarni yig'ishtir. Chatoq chiqmasla, tushdan keyin qaytib kelib istifa beramiz." "Nima? Istifa? Hey, bir obdan ishlab nimishga istifa beraman?" "O'lgir. Anangning yanida bir obdanmi? Ya'ni ishlasang, jiningdanmi ayrilsan? Bunda kechilik avtobus xizmatining nari yaxshi?" "Ey, nima deganing bu? Ha? 5 yil taksi haydadim, yana 5 yil yuk mashinasi haydadim. Endi 5 yil avtobus haydayman degandim-ku. Avval bu 5 yillik avtobusni haydaydiganga jining chidamdi deyishmay turayli. Haydab bo'lsang nima bo'lmoqchi? Xislatlik ajdirhoni chaqiramding? Hay, avtobus shofirlari ko'p, ammo ikkimizning qanchalik ozodi ekanligini his qilmadingmi? Kashta ozroq tunugandan boshqa topqinimiz boshqalardan ko'p, qilgan ishimiz boshqalardan yengil. Hozir menga istifa beramiz deysan. Kalongdan ketmagansan. Garchi Shaolyo bilan tanishqili uzun bo'lmasimi, lekin uning zodi qanchalik tuz odam ekanligini bir qarabli bilib olg'ili bo'ladi. Ish bu yerga kelgan ekan, amdilikda uningdan yoshirib o'ldirmay, hammani desam bo'g'dik. Ha, Shaolyo. Sen kelib 13-yo'l avtobusini haydayman degandilar, seni to'sib olgan. Endi sababini aytib beray. Bizning bu 13-yo'l oxirgi avtobusi intayin qo'rqinchli. İç sirtida qanchalik jin borligini bilmaysan. Odam yoki jinligini ayriyamaysan. Bu gapni qilgandan keyin yerdagi chashni ko'rsatdim. Ko'rdingmi? Yatag'imizda ikki er turib, karvatimning ostida nimishqa chash bo'ladi. Tunugin kashda men nimishqa karvatingning yonida bir kecha o'ltirman. Chunki men karvatning ostida birsining gap qilayotgan ovozini angladim. Jin ba, jin. Bilamsan? Jinning kinosini ko'rganmi? Aslida haqiqiy ahvolni aytsam, Shaolyo ozroq bo'lsa-mu cho'chiydi debdim. O'ylamagan yerdan bu tuz uchay ko'zni chaychaytib menga varqirdi. Voy, nimadan davatsan? Bundaq yaxshi ishdan istifa beraman deb kalongdan ketmagansan. Uning ustiga tunugin kashda ozroqmi yaxshi uxlayolmadim. Sagak yotdim. Uyda qanday ovoz bo'lsa anglayolmabdim. Nadimi gap qilgan ovozkan u? Uni tillay deb turibla, lekin yana o'zimni besib oldim. Tunugin kashdagi guldirmomidek xo'rak tortib, bino ostida turganlarni anglagan tursa, endi yaxshi uxlayolmadim debda. Ochchig'imda bir eg'izmi gap qilolmadim. Bo'ldi. Mayli bu so'ldak istifa beramdu, bermamdu. Xa apandim ishni bitirgandan keyin uni kalig'i bog'lab bo'lsa-mu so'rab ketaman. Ochchig'imda uninga gap qilg'immi kammay, shirkatdan chiqib, taksidan birini to'sib Xa apandimning uyiga bordim. Ta'limga Xa apandimga boshqa ish chiqmay, uyda o'ltirib qushqash beqib etibdi. Uni ko'rib qattiq xushal bo'ldim. U menga yordam qilsa ishim bitib ketadi. Garchi maqsadimni udul debla ishni hal qilmoqchi bo'lsam-mu, lekin uningga adabsizlik qilgandek tuyulmay deb amalsiz takalluf qildim. Ha, apandim. Tunurgun yaxshi uxlabsizmi? Bir kecha uxlamadim. Ha, apandimning qiyirmaslik hunari haqiqatan qaltisgan. Bir kecha uxlamaymi, shuncha rohliq turibsiz. Nima o qiyirmaslik hunari degan? Tabiatning qonuniyatidan kim qochib qutula olsin? Sizlar 18 yoshda balog'atga yetib, qiyirliqqa qarab mengib, hayotinglar tugaganda o'lib ketsizlar. Men bo'lsam, qiyirliqdan yoshlikqa qarab yashayman. 18 yoshga kirganda menmi o'laman. Ohoy, qara uyqusiz ko'zlarim. Ya'ni shu 13-yo'lning tayini yo'q ishini deb bir kecha uxlamadimmi?
Efendim, meni qutuldirib eling. Mushu 13 yılning abjaq mashinasini haydagandan beri kunda degidek qo'rqinchli ishlarga uchrab, bir kunmi xotirjamlik bo'lmadi. 10 yilning oldida menmi bu avtobusga o'tirgan. Ayni chaqda avtobus haydagini yoshga cho'ngroq birisi edi. To'g'ri, u odamning ismi Rubalko. Hozir mening atraf boshlig'im. Uningdan sizni anglab izlab kelishimdi. Sizlarning bu avtobusda amaliyotda boshqa cho'ng masalami yo'q. Sana bir amal o'rgatib qo'yay. Shuni qilgandan keyin hamma ish o'ngshiladi. Efendimning bu gapini anglab qattiq xushal bo'lib, hayajonlanganimdan qo'limni naga qo'yishni bilamedim. Efendim, qani da. Sen berib, sen menimki kichik olma. Efendim shundoq deyishiga telefon sayrab ketdi. Kimligiga qarmay ochiqda besib etdim. Efendim, qani davomlashtiring. Qanday qilsam bo'ladi? Sen berib 3 ar. Sen meningki kichik olma. Bu o'lgur yonfunim yana sayirdi. Efendim kulib qo'yib, beshini langishtirib, telefonni ilishni ishorat qildi. Ochchig'imda o't purkvatgidek bo'lib telefonni olsam, vanzdo uribdi. Voy, nima qilsan? Hili ura. Ochchiqda shundoq deb telefonni qo'yib etmoqchi bo'lib tursam, vanzdo to'yuqsizli varqirab ketdi. Qo'ymay tura. Gapimni angla. Chayon otasining o'lim ishini bajarib bo'ldi. Hozir efendimning uyiga qarab menga Sen tez berib uni akitib yoshirib ol. Bu gapni anglab qattiq cho'chib ketdim. Chayonning dadisi yengili o'ldi. Bu chaqda u qattiq ochiqlanayotgan vaqt. Agar efendim ularning qo'liga tushib qolsa, chatoqning cho'ngi chiqadi. Shularni o'ylab telefonni qo'yib etib, efendimga dedim. Chayon yana odam avatibdi. Tez mangayli. Efendim tamkinlik bilan beshini langishdi. Lekin mangadigan qilmaydi. Uni so'rab degidek eshikdan chiqib olsam, u aksicha oldirmay uy ichiga qarab turadi. Bigim, tez mangayli, o'tinib qolay. Endi qaramang, ha? Chayon odam boshlab kelibdi. Aldirash yo'q, aldirash yo'q. Eng oxirgi qitim ko'rib olay. Uni ko'tirib mangay degan, lekin adabsizlik qilishdan qo'rqdim. Shunda qilib, u ko'rib qongandan keyin men bilan pastga tushdi. Biz yo'l bo'yi yugurib, kallamda zodi naga bosam, efendim uchun bexatar deb o'yildim. Bu chaqda oldimga taksi kelib qolgan. Aldirabla to'sab ichiga chiqdik. Shaharlik hukumatga haydang. Shofir anglab mashinani qo'zg'atdi. Garchi Chayonning odamlarini uchratmasam-mu, lekin yanada qo'rqinish his qilib turardim. Bu mashina ikki ko'cha mangmayla shofir tuyuqsiz bir gaz qachlash punktiga agildi. Gaz qachilib olay, ha? Ochchig'imda sarang bo'lay dedim. Efendim degan hayot qilishimdagi birdan bir umid tursa, mushundoq vaqtdimi onasining gizini qachlamdi. O'lgur. Mushundoq vaqtdimi gaz qachlamdi. Mashinani tez hayda. Voy, nimaga oldiraysiz? Necha minutda tugaydi? Eli yo'lga chiqqanda tez haydab berma. Titildab uningga qo'l solay deb tursam, kaynimdan bir necha Volkswagen mashina keldi. Chatoq. Darvaqa Volkswagen mashina bizni ko'ribli to'xtadi-da, ichidan 7-8 bastik qo'liga pichoq ko'tarishga necha tushdi. Ortiq o'ylamayla efendimni tutib sirtqa qochdim. Bu qari kiyimlik adla tillig'inichi kaynimizdan qo'g'lidi. Men tez yugurdim-mu yoki efendim osti yugurdim-mu? Ikkimizning qadam ritmi qo'lashmay tangli yiqildik. Mush yiqilish bilan kaynimizdagi qari kiyimlik erlar kelib bizni qo'rishib oldi. Qanday qilishimni bilmay tursam, Chayon odam to'pi orasidan mengib kirdi. Uning qo'lida bilak tomlig'idagi kaltak bo'lib, menga o'shmanlik bilan tikilginicha ortiq gap qilmayla kaltakni ko'tarib urdi. Bu kaltak miramga ajoyib tagdiki,
og'riqdan toz qoldim qon qusib etgili. Bu ilgari qacha. Agar sen Xi Efendi'ni bulab ketmagan bo'lsang, otam o'lib ketardi. Otangning o kesili saqlaymas kesal. Jin chaplashgan bo'lmasa ya. Xi Efendi muavliyo emas. Qanday qutuldirdi? Yana bir kaltak tegib, og'riqdan do'milab ketdi. Kim uni avliyo emas deydi? 73 yoshga kirib turibmi? Bundaq yoshligini ko'midimi? Chayon otasining o'lib ketgan ochchig'ini mendan chiqirayotganligini ko'rib, o'rnimdan turibla uning bilan jon tikishmoqchi bo'ldim. Dal mushu chaqda keyindan yana bir bolkovoy mashina kelib, ichidan bir to'p odam tushdi. Boshlamchisi dal bastik kelgan toqirbosh Vanzi to'kan. Chayon Vanzining odam boshlab kelganligini ko'rib, ochiqdan ko'zi qizirib, Xi Efendim ikkimizni ko'z tutib varqirdi. "Ala bu ikkisini chalib yetma!" Ishning chatoqligini ko'rib, tezlikda Xi Efendimni so'rabla qochdim. Vanzining odamlari etilib kelganda hech nimaga qaramay qochdim. Xi Efendimga paqas bo'ling deb qarsam, Xi Efendimning ko'kligidan pichoqning uchi teshib chiqib, qip-qizil qon Xi Efendimning oppoq kostyumini bo'yayotdi. Xi Efendimning keyinda Chayon bir pichoqni tutgan holda ko'zni chaychaytib menga kulib turadi. Atamni qutuldiranmagandan keyin senmi uning yordamiga erishamaysan. Sarang bo'lgandek uni tepib uchirib atgandan keyin tezlikda pichoqni sug'urib chiqarib Xi Efendimni yulib oldim. Pichoq uning ko'kragini teshib atgan bo'lib, lekin Xi Efendimning chiroyida hech qanday azoblanish yo'q edi. Ömrümde shuncha ko'p odamni qutuldirdim. Ammo mag'fiyatliklarni ko'p oshkorladim. Bu oqibatimni 3 yil burunli faraz qilgan edim. Xi Efendimning borgan sari ojizlab ketayotganligini ko'rib, qattiq umidsizlandim. Aslida sana yordam qilmoqchi edim. Lekin ikkimizning taqdiri butilmagan. Bu Tangrining o'rlashtirishi. O'lishdan burun garchi taqdirning maxfiyatligini oshkorlayolmasam, lekin sana ikki kalima so'z qilay. Xi Efendim meni o'ziga yaqin kelishimni aytdi. Uningga yaqin kelganda menga ikki eg'iz so'z qildi. Bu so'zni anglab, bir eg'iz so'zda nurni ko'rgandek bo'ldim. Yana bir eg'iz so'zda cho'nqur hangga tushib ketdim. Orasidagi bir eg'iz so'z bo'lsa, hayotingda eng ishongan odamlar orasida birsi izchil seni aldayotdi.